Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. 7 ot kuchli traktor so'raganlarga hop statorli, 5 stator, salarkali variantini olib kelib qo'ydik. Hop, birinchi bo'lim hammaga narxi qiziq bo'ladi. Bitta narxini aytib o'tib boshida. Hop, bu traktorimizning narxi 3.100.000 ming so'm. Bu traktorimizga 3.400.000 ming so'm bo'ladi. Hop, bunisi 4.5 million so'm. Hop, salarkali variantimiz $450 bo'ladi. Hop, bular hammasini komplektida 4 qatordan 8 qator freza qo'shib beriladi. Hop, oddiysiga keladigan bo'lsak, oddiysini 5 statorlikda 2 xil varianti bor. Hop, buni baki 3 litrli bo'ladi. Hop, bu traktorimizni baklari 5 litrli, filtri bilan bakida farqi bo'ladi traktorimizni. 3.100.000 ga 3.400.000 qilib beramiz. Balon razmerlari 400 ga 8 bo'ladi buni ham. Kelasi ham bir xil bo'ladi balon razmerlari. Hop, soatiga gazeta 1 litrgacha uzog'i benzin yeydi. Hop, statorli traktorimizga o'tadigan bo'lsak, kalit stator faralari bor, balonlari 400 ga 10 bo'ladi. Hop, benzin baki 3.6 litrli. Salarkali traktorimizga o'tadigan bo'lsak, salarkali traktorimiz hop 7 ot kuchli bo'ladi. 1 soatda grubi 1,5 litr benzin salarga ichadi. Hop, buni balonlari 400 ga 8 razmeri, bunikini 400 ga 10 bo'ladi. Hop, hammasini komplektiga o'sha qo'shib beriladigan narsasi 4 qatordan 8 qator freza qo'shib beriladi. Hop, kimga videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.